qarang, menga o'quvchi keladi, men dars berayotgan paytimga birinchi очередda hammasini muhitini o'rganaman-da. Ularni oilaviy sharoitini o'rgataman. Keyin ular o'sha situatsiyadan chiqishi uchun men ularni bilan shug'ullanaman. Avvaliga o'zini tartibga keltiraman, ishga tayyorlayman, keyin dars beraman. Agar ularga dardini o'rganmay turib dars beraverasiz-ku, uni problemasi bor, uydagi problemasi. O'sha paytda siz dars berasiz, uni miyasiga kirmaydi. Men uni oldin kasbga tayyorlayman-da, keyin men darsimni boshlayman, что bilaman, uni bergan darsimdan keyin oladi. Haligi haqiqatan ham oladi. Men bilasizmi, 2 oy ichiga как положено ekspert darajasiga men dars berganman. Даже o'qituvchilar mening bilimimga tan bergan hammasi. Suhbatga kelyapman-da vazirlikdan. Shunday ko'raman, mani suhbat asosida ishga olibdi. Men shunday ko'rdi-da-yu, siz psixologiyadan ham zo'r bilaykansiz dedi. Davay darsga kiring sразу dedi. Men hech qayerga men iltimos ham qilganman, cho'qiribdilar. Что haqiqatan ham Navoiyga kim yaxshi bergan, ishlaydi degan kosmetologiya deganda meni tavsiya etishganda, keyin men shunday kelyapman. Уже shunday menga qarayapti, menga 2-3 ta savol beryapti, 2-3 ta tilda savol beryapti, men javob berib tashlayapman-ku, sразу davay bu kishi ishga kirishsin degan. Shunday qirsam, уже o'qituvchi yo'q, o'quvchilar tayyor o'tiribdi. Allohga behisob shukr bilasizmi, haligacha o'quvchilarimda o'ylar. Mahpapa, mana shunday vaziyatdan chiqdik biz, ishimiz ham yaxshi, hayotimiz yaxshilandi ancha deydi.